Fors imperiyasi butun dunyoni yutib yubormoqchi edi. Kserksning millionlik qo'shini Gretsiya bo'g'ziga yaqinlashdi. Fermopol darasi bugun bu strategik qopqon. Bu yerda bir nechta mard jangchi Forsning barcha kuchini to'xtatib qolishi mumkin edi. Birinchi bo'lib Forsning o'lmaslar gvardiyasi hujumga o'tdi, lekin ular spartaliklarning temir devoriga urilib, parchalanib ketdi. Dushman o'qlari osmonni qopladi. Lekin bu soyada spartaliklar faqat yanada qattiqroq jang qilishdi. Har bir hujum qaytarildi. Spartaliklar falangasi bunda bu buzilmas mashina faqat o'lim tarqatardi. Lekin xiyonat tufayli forslar spartaliklarning ortiga o'tib olishdi. Qopqon yopildi. We will hold the line for Sparta. Ularning mardligi butun Gretsiyani uyg'otdi. 300 kishi halok bo'ldi, lekin tarix ularni hech qachon unutmadi.